Ağa! Ağa! Danış ağa! Müşavir. Yetip geldik. Kilip aldık. Müşavirinin keyfiga qaraganda ishlar o'ngishli bo'lgan o'xshamamdi. Xotirjam bo'lsizlar ağa. Yerim ayıqanmay, Lujinye o'zi Liangshan yetib keladi. Vaqti kelganda uni pam bilan Liangshanga olib chiqib olsak, hamma ish ko'ngildagidek bo'ladi. Mana bu ishmi bitdi degan gap. Agar u Liangshanni qilib qilish qo'limizchi? Ben o'z qalamim bilan uning uyining temiga Eshan nazmisini yozib qo'ydim. Vaqti kelganda u uyga qaytay desimi, qaytolmaydi. Müşavir obda ish qilibsiz. Amalingiz to'limi joyida bo'pti. Ağa, agar bu ish ko'ngildagidek bo'lmay qilib, u Liangshanda qilishga unamay tursa, u chaqda ko'ngillarga kelgan amalga qachon oshirg'ulu? Shuning Chogay og'amizning bu ishga qanday qaraydig'ini bilmadim. Danish ağa, Chogay hazratdan qizimizni o'rlab ketdi. Sizni chaqirayotganda qiladi. Deydigan, muhim deb so'zi bor o'xshaydi. Danish ağa, Müşavir, o'duqma. Qandaqli bo'lmasin, Chogay og'amning ko'ngildagini aniq bilib baqayli. Bo'ladi. Qishingizda ağa o'qdiki zahar qon tomiri bilan ustiqimga berilib tarqab ketibdi. Tozalash imkon bo'lmadi. Endi ish hazratning qaysi g'ayrat qilishiga bog'liq bo'lib qoldi. To'g'ri ishiltishning hojati qolmadi. Men ketib qoladigan bo'ldim. Sizlardan ayrılışqa zodila ko'zim qiymayotdi. Liangshandagi qarindoshlar qiyolmayotdimi? Meni qutqizib Liangshanga olib chiqqaningizdan buyon siz bilan bir tuqqan qarindoshdeklar ijil bo'lib qolibdi ekanman. Ağa, gap so'zingiz bo'lsa, ayonmay davering. Yine sizga bir ishni havola qilmoqchiman. Men o'lgandan keyin meni Liangshan teg'iga dafn qilinglar. Kech kunduz sizlarga hamroh bo'lib yotay. Qandoq? Va'da beralamsiz? Liangshanning zamani kam bo'lgan bilan sizning jangovar ruhingizni sig'dirolmaydi. Ömürvayat mərtlikni hammadan a'lo bilib keldingiz. Aslida Shavkatlik nomingiz tarixning pak sahifalaridan o'rin olishga tegishli edi. Keyingilar muborak nomingizga qaroqchi degan batnom bilan haqorat keltirsa bo'lmaydi. Aytga buyurmag'aysiz. So'zim sal ig'ir ketib qoldigan bo'ldi. Menmo Liangshandagi birodarlarimizni ko'zda tutyapman. O'zlarining bir eg'iz so'zlarini anglab boqqim bor. Agar o'rdining al qilish yorlig'ini qabul qilmasak, Liangshanning keyingi istiqboli qanday bo'lib ketdi?
Bo'ldi. Endi yo'lga chiqsaq bo'laverdi. Hey, hocam, mansıl bo'lmasmikin? Nimishqa? Bu Senze tilingni chaynaverma.